Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng qora sahifalardan biri bo'lib qoldi. U nafaqat jang maydonlarida, balki oddiy odamlarning hayotida ham iz qoldirdi. Har bir qulagan bomba o'rtida bir oilaning fojiasi, har bir safda o'tgan askar o'rtida esa bir xalqning ko'z yoshi bor edi. Ayniqsa bosib olingan hududlarda yashagan musiqa, ayollar, qariyalar, yoshlar zulmning eng og'ir shakllarini boshdan kechirdilar. Bu hikoya aniq bir musiqa, shaxs haqida emas. Bu butun bir avlod boshiga tushgan og'ir kunlar haqida. Men sizga tarixiy arxivlarda qayd etilgan voqealarga asoslanib, musiqa ko'plab guvohlarning esdaliklari bilan boyitilgan urushning dahshatini tasvirlovchi, musiqa ammo ochiq-oydin, shafqatsiz tafsilotlarsiz yozilgan tarixiy dramatik hikoyani taqdim etaman. 1940 musiqa yilning may oyida Germaniya armiyasi Gibga qarab tez suratda yurdi. Fransiyaga bostirib kirish jarayoni taxminan bir necha haftada butun Yevropani larzaga solgan edi. Nemis qo'shinlari musiqa chegarani yorib o'tgan kuni fransuzlar hali nima bo'layotganini tushunib ham ulgurmagan edilar. Oshitonda Loira vodiysidagi kichik bir qishloq aholisi uzoqdan kelayotgan tanlar shovqinidan uyg'ondi. Osmonda paydo bo'lgan qora tutunlar va Sion samolyotlarining inqillashi yuraklarni cho'g'dek kuydirar, odamlarga musiqa o'zlarining kuchsizligini eslatardi. Qishloq aholisi ikki guruhga bo'lingan edi. Kimdir yashirinishga, kimdir musiqa esa qarshi turishga urinar edi. Ammo qaysi yo'lni tanlamasinlar, urush barcha uylarning eshigini taqillatardi. Bu hikoyamiz markazida Moira va uning singlisi Ellen turadi. Ular tarixda qayd musiqa etilgan yaqqol shaxslar emas, balki minglab fransuz ayollarining timsolidir. Ikkalasi ham urush boshlanguncha musiqa tinch hayot kechirgan bo'lbon otaning tikuvchi onaning qizlari edi. Moy 22 yoshda oqish, musiqa, sochli og'zidan qora boshqalarni ko'proq o'ylaydigan mehribon qiz edi. Ellen esa 19 yoshda shoh-kulga aralash qiliqlari bilan uyni doimo jonli saqlab turadigan san'at maktabi talabasi. Urush boshlanganda ularning hayoti bir zumda o'zgardi. Otalari frontga jo'natildi, onalari esa mahalliy kasalxonaga kangilli hamshirib olib kirdi. Ammo front tez yaqinlashar, bosqin shafqatsiz musiqa edi. Nisi soldatlari qishloqqa kirgan kuni odamlarning yuzida nechog'li xavotir bo'lganini tasavvur qilish qiyin emas. Ular boshlanmagan qatorda yurishar, buyruqlar qattiq, nigohlari sovuq edi. Moira va Ellen uylarining derazasidan tomosha qilib turardi. Ular qoqib ketgan bo'lsalarda, musiqa o'zlarini bardam ko'rsatishga harakat qilar edilar. Bir payt nemis ofitseri qishloq markazida yigilish e'lon qildi. Barcha aholi maydonga chiqarildi. Qoidalar o'qib eshittirildi. Kim buyruqqa bo'ysunmasa jazolanadi. Kim qarshilik ko'rsatsa, musiqa qamoqqa olinadi. Yoshlar ro'yxat uchun ajratib qo'yiladi. Odamlarning qoniga qo'rqinch aralash o'ttirdi. Ammo davrning shafqatsiz qonunlari shular edi. Qishloqda yashirin partizanlar borligi haqidagi gumon tufayli yosh ayollar alohida tekshirilishga olib ketildi. Bu tekshiruvlar ko'pincha ruhiy bosimlar, qo'rquv va kamsitishlar bilan o'tardi. Moira va Ellen ham shu guruh orasida edi. Ular askarlar musiqa kuzatuvida qishloq chetidagi eski ma'muriy binoga olib borildi. Binoda qo'pol buyruqlar, baland ovozlar, qog'oz, musiqa qochirgan shovqinlar yangvar edi. Boshliq ofitser har bir ayolning guvohnomasini, oilaviy holatini, musiqa qayerda ishlashini so'rar, partizanlar bilan aloqang yo'qmi deb shubha bilan qara. Ayollar musiqa uchun bu jarayon nihoyatda og'ir edi. Nafaqat qo'rquv, balki noma'lum taqdir uydan ayrilish, musiqa oilasidan bexabarlik yurakni ezardi. Navbat Moira va Ellenga kelganida, ular bir-birlarining qo'lini musiqa ushlagancha ichkariga kirdi. O'sha paytda odamning yuragi ozovishini musiqa og'zi eshitar darajada uradi. Ofitser avval Moirani so'roqqa tutdi. "Isming Moira, otang qayerda?" "Frontda, singlinga yonimda." Ofitser Moiraga uzoq tikildi. Musiqa bu nigohda yovuzlikdan ko'ra ko'proq shubha. Urushning sovuq qoidalariga, musiqa bo'ysunishga majbur bo'lgan insonning qattiqligi bor edi. Ellen esa qo'rquvdan titrab, musiqa turardi. Ammo uning qo'lini siqib hammasi joyida bo'ladi degandek ko'zini qimirlatdi.
Lekin urushda hammasi joyida degan narsa musiqa kam bo'lardi. Tekshiruvlardan so'ng ayollarning bir qismi vaqtinchalik kuzatish ostida qoldirildi. Ular musiqa orasida Moira va Ellen ham bor edi. Bunday holatlar urush davrida keng tarqalgan bo'lib, asosan mahalliy aholi orasidagi partizan faoliyatini bostirish yoki razvedka ma'lumotlarini yigish maqsad musiqa qilingan. Ayollar tor sovuq xonaga joylashtirildi. Devordagi sham yorugida Ellen qo'rquvdan ko'z yoshlarini tiya olmay yiglab yubordi. Moira bizni uyimizga qaytarishadimi? Albatta, dedi Moira. Ular bizni biror jinoyatda ayblay olmaydi. Biz adi odamlarmiz. Ammo Ashitan hakim qilay olmadi. Tashqarida otlar qidirayotgan askarlar tovushi, uzoqdagi portlash, osmonni yorib o'tayotgan samolyot tovushlari hamma uchun azob edi. Ertalab kuzatuv xonasiga bir nemis feldfebel kirdi. Uning yoshi kattaroq, yuzida charchoq alomatlari bor edi. U fransuz tilini ozroq bilardi. U ayollarga qarab dedi: "Sizlar partizanlar ro'yxatiga tushmagansiz. Bugun tekshiruv musiqa yakunlanadi. Qishloqqa qaytishingiz mumkin." Xona ichida quvonch aralashqoz musiqa yoshlari to'kildi. Ellen Moirani quchoqlab olishga ulgurmasdan feldfebel yana gap boshladi. Lekin qishloq hali to'liq xavfsiz emas. Yonlarda otishmalar bor. Asklar sizlarni kuzatib boradi. Moira uning ko'zida insoniylik uchqunini ko'rdi. Ehtimol urushdan charchagan odam edi. Ehtimol o'zining ham uyda posterga qarab qolgan farzandi bor edi. Ayollarni ikkita askar kuzatib, musiqa qishloq tomon boshladi. Yo'l-to'r ikkala tomonda vayron bo'lgan uylar, qolgan joylarda esa portlagan snaryad izlari ko'rinardi. Chop o'tmay musiqa uzoqdan otishma ovozi keldi. Askarlar ayollarni tezda boshbining yo'lagiga olib o'tdi. "Bu yer xavfsizroq", dedi ulardan biri. Moira va El bir-biriga qisilib turar, askarlar esa tashqarini kuzatardi. Musiqa mana shu holat rasmida aks etgan arxiv suratlariga o'xshash sahnalarini eslatadi. Askarlar qoqib qolgan ayollarni qonlaridan ushlab, ularni xavfsiz joyga olib musiqa otayotgandek tuyuladi. O'sha paytdagi suratlar ham ko'pincha aynan shunday vaziyatlarda musiqa tartib kuzatuv, qochqinlarni xavfli hududdan o'tkazish jarayonlarida olingan. Aynan mana shu kabi tasvirlar musiqa keyingi avlodlarga urush qo'rquv va noaniqlik bilan to'la kundalik hayotini eslatib turadi. Moira va Ellen bir necha kundan keyin qishloqqa musiqa qaytari. Urush hali tugamagan bo'lsa-da, ularning oila a'zolari bilan ko'rishish imkoniyati paydo bo'ldi. Yillar davomida ular boshdan kechirgan voqealar haqida musiqa gapirmadilar. Ko'plab ayollar kabi ular ham 60 ni tilga olmaslikni afzal bildi. Urushning ruhiy izlari odamlarning yuragida yashirincha qolaveradi. Fransiya ozod etilganidan keyin ular yana normal hayotga qaytishga harakat qildi. Moira o'qituvchi bo'ldi. Ellen esa san'at maktabini tugatib, rasm chizish bilan shug'ullandi. Ammo o'sha kunlar haqida eshitgan har bir samolyot tovushi, musiqa ularning yuragiga gulgula solardi. Har bir keskin buyruq ovozi ularni ortga, o'sha sovuq binoga qaytardi.